bir dumalab turgan Cobalt avtomobil akalar, ko'rib turibsizlar. Mashinamiz og'anagan holatda, mordasi but-butun qolgan akalar. Yog'larni ko'rsanglar bo'ladi. Oldi eshik, orqa krilo, tom listlari ajrab ketgan akalar. Mana bu tom listi boshi ajralib yotibdi. Orqa bagaj stoplari singan. Salon holatida airbaglari otilgan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 120 mingdan yurgan Cobalt akalar. Egalari Denovdan murojaat qildi. Ushbu Cobaltni aytishdi. Gazlari bor ekan. Ya'ni internet tarmog'i orqali bizni topib, Avtopachoq kanalimizga murojaat qilib, shu Cobalt sotib olishdi akalar. Xullas akalar, butun O'zbekiston bo'ylab pachoq mashinalar olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Hamma joydan 12 viloyat bo'ylab avariyli mashinalarni yaxshi narxlarda sotib olamiz. Ushbu Cobaltni sotib olgan narximiz sizlarga qiziq, bilaman va men aytib o'taman. Bu mashinani $3900 ga olganmiz akalar. Xullas bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab avariyli mashinalar olamiz. Bu mashina narxiga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada izohlab qoldiringlar. Va bizga avariyli mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha suyunchi puli beramiz. Bu videoni soqqa qilaman degan tanishingizga tez jo'natib qo'yasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun ekranni qizartirib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Sog' bo'ling.